Kızgarlık hikaye aytıp berme. Burunning burunusida bir dana bulup kişiler onundan o'zi va turmushi to'g'risida turli takliflarni so'raydi ekan. Bir kuni kishilar onundan maslahat so'rash uchun uning uyining eshigining oldiga yig'ilibdi. Dal bu vaqtda tuyuqsiz uy ichidan "Meni qutuldiringlar" degan ovoz chiqibdi. Buni anglagan kishilar hayronlik ichida zodi nemish bo'lganini bilish uchun uyga kiribdi. Darvaqa heliqi dana kishi to'rukni quchoqlab olib kishilarga qarab, "Meni qutuldirib olinglar, bu to'ruk meni tutib oldi" deb to'g'labdi. Buni anglagan kishilar texim hayron qilib danadan, "Efendi, to'ruk sizni emas, siz to'rukni quchoqlab tutyapsiz. Qandaqmi to'ruk sizni quchoqlab tutib olsin? Bizni ahmoq qilmang" deyishibdi. Buni anglagan dana ularning gapiga javoban, "Ajaba sizlar kunda meni ahmoq qilmayapsizlar? Sizlar doim meni azob tutib oldi, meni azob chirmab oldi deysizlar. Amaliyotda o'zinglarning azobni tutib olganini his qilmadinglarmi?" deb javob beribdi.